Assalomu alaykum futbol muxlislari. Sizlar bilan futbol choyxonasida yana ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Katta futbol festivali, futbol bo'yicha jahon chempionati, AQShda bo'lib o'tayotgan jahon chempionati bo'yicha tahlillarimizni davom ettiramiz. Jahon chempionati boshlanishidan oldin o'sha guruh bosqichlari bo'lganda taxminlarimiz qanday edi va hozir qanday holga kelgan, bular haqida to'xtalib o'tamiz. O'sha oldingi videoyimda eng katta favoritni Ispaniya terma jamoasi va undan keyingi o'sha Fransiya, Argentina, Portugaliya, Angliya jamoalari deb e'tirof etilgandi va Germaniya aytilmagan, Gollandiya aytilmaganda, simpatiya o'laroq Marakash hamda Norvegiya aytilgandi va xuddi tahlillarimiz to'g'ri chiqayotgandek, Germaniya yo'q, Gollandiya yo'q do'stlar. Hammasi chiroyli ketyapti. Futbol bo'yicha jahon chempionati, o'sha tashkiliy masalalari, futbol hammasi juda ham chiroyli davom etmoqda. Faqat bitta noqulayligi bu vaqt masalasida. Xo'p, jahon chempionati chorak finallarida kim bilan o'ynaydi? O'zi kim bilan o'ynaydi? Bu chorak finallarida o'sha kecha bo'lib o'tayotgan o'yinlarga biroz bir to'xtalib o'tamiz. Misol uchun eng katta favorit Fransiya terma jamoasi, o'zi favoritlar qatorida. Misol uchun eng kattasi Ispaniya aytilgandi, lekin Ispaniya qanaqadir hali to'liq o'zini o'yinini namoyish eta olmayotgandek tuyulmoqda. Misol uchun kerak paytda qo'shadigan, harakat qiladigan jamoaviy sifatida, lekin Yevroni yutganchalik kuchli Ispaniya nimagadir hozircha yo'q. Va eng kuchlisi bu yerda hozir o'sha favoritlar qatorida menda birinchi o'rin Ispaniya, keyin Fransiya edi. Hozir naborat birinchi Fransiya, keyin Ispaniya. Fransiyaga sabab juda ham kuchli, juda ham yengil, juda ham zo'r o'yin ko'rsatishyapti. Bilmayman, Desham qanaqa bolalarni tayyorlab tushgan. Hujum uchligida Dembele, Olise, Mbappe biliq tashayotganda o'zingizlar ko'ryapsizlar do'stlar. Fantastik. Men o'sha Real Madridga bog'liqda endi masala o'sha murabbiylar variantlari ko'rib chiqilganda Deshamni ko'rganda hayron qolgandim. Nimaga Desham? Hozirgi misol uchun mana Real Madridga o'sha ikkita lider ko'plik qilyapti dedik, Vinicius, Mbappe bir-biriga xalaqit qilyapti dedik, lekin hozirgi Fransiyani qarang. Realdan ham kuchliroqda. Oltin to'pni olgan Dembele, o'sha diktator Mbappe hamda o'zini eng prime nuqtasiga chiqqan Olise shunaqa bir-biri bilan zo'r, shunaqa kombinatsiya qilyapti. Bekordan bekorga Desham variant ko'rib chiqilmagan ekan deyordim. Haqiqatan ham Deshamni olib kelish kerak ekan. Menimcha hozir shu Vinicius bilan Mbappeni sig'dira oladigan bitta murabbiy o'sha oldin Ancelotti ko'rilardi. Ancelotti o'zini oqlamadi. Hozirda o'sha Desham bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim. Endi bu qisqacha aytib o'tdik. Undan keyingisi bu Marakash hamda Kanada uchrashuvlari. Kanada, men bunaqa o'zi Kanadadan zo'r o'yin kutmagandim. Zo'r o'ynadi. Endi Marakash baribir endi opti bor. Lekin 3-0 bu biroz ko'proq deb ko'rindi. Mana bugun kechqurun bo'ladigan o'yinlar bu Braziliya, Norvegiya, Meksika, Angliya. Endi ko'ramiz, o'sha o'zimiz futbolchida bo'lganimiz uchun har xil mana o'zbek sharhlovchilari o'rtasidagi so'rovni kim yutadi deganlarda ham bo'pti. Ko'pchilik Braziliya, Norvegiya desa o'ylamasdan o'tdi. O'ylamasdan ham Braziliya. Meksika, Angliya desa o'ylamasdan Angliya. Yo'q do'stlar, unaqa emas. Bu aynan o'ylashga sabab bo'ladigan jamoalar. Misol uchun mana Braziliyaga ham biroz to'xtaladigan bo'lsak, ko'proq to'xtalmoqchiman Braziliyaga. Braziliya ketma-ket muvaffaqiyatsiz turnirlardan keyin o'sha o'zini jamoani, o'sha terma jamoani bitta lider atrofida yig'ish masalasini ko'rib chiqishgan va unga 3 ta nomzod bo'lgan. Misol uchun endi aytaylik, bu bittasi Vinicius, bittasi Neymar, bittasi Rafinha deylik. Mana shu 3 ta nomzoddan ko'rib chiqilganda, misol uchun Neymar yoshi katta, ko'p travma oladi, o'yini unchalik stabil emas. Neymar varianti
ya'ni o'sha lider sifatida, ya'ni jamoani eng o'sha nuqtasi, markaziy o'yinchisi sifatida Neymar ko'p chiqilmagan deb o'ylayman. Chunki Neymar atrofida qurilgan jamoalar misol uchun travma olib qolsa, bo'ldi uxladida o'sha. Xuddiki bir yil institutga kirishga tayyorgarlik ko'rasizda, imtihon kuni uxlab qolgandek gapda Neymarga ishonish. O'shaning uchun Neymar varianti ketgan, Rafinha masalasi. Rafinha ham misol uchun 29 yosh, o'zining eng pik nuqtasida, misol uchun mana Flick bilan birinchi mavsumini o'zi fantastik mavsum o'tkazdi, oltin to'pga da'vogarlar qatorida kirdi. Lekin mana bu tugallangan mavsum jarohatlar bilan hech nima qilib bera olmadi. Shular bilan Rafinha masalasi ham ortga surilgan deb o'ylayman. Va bitta variant misol uchun eng stabil, misol uchun oxirgi bir 3-4 yildan beri, 3-4 yil, undan ham ko'proq mavsumdan beri eng stabil o'ynayotgan Vinicius atrofida qurish, nima deydi? Vinicius atrofida qurishga kelishilganda, aynan shuning uchun shu Viniciusni oltin to'p darajasiga olib chiqqan murabbiy kim? Bu Carlo Ancelotti'ni olib kelingan. Bu endi misol uchun reja biroz boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin. Chap qo'ldan Vinicius, o'ng qo'ldan Rodrigo bo'ladi. O'sha markazda nima deydi? Shu Real Madriddagi eng pik Chempionlar Ligasini yutgan o'yinlarini qiladi deb ko'zda tutilganda, o'shaning uchun menimcha Carlo Ancelotti olib kelingan. Aynan Vinicius uchun Carlo Ancelotti olib kelinganda, o'shaning uchun ham Vinicius jahon chempionatida zo'r o'yin ko'rsatyapti haqiqatdan. O'sha Aslanov ham zo'r, men gapi yo'qdi. Viniciussiz Mbappesiz Viniciusni bitta jamoada birlashtirsa naqadar zo'r futbol klub bo'lardi. Juda ham bir chiroyli, qiziq fikr bildirdi. Menga juda ham yoqdi. Mana shu, ya'ni Mbappesiz Viniciusni Ancelotti orqali qurishga harakat qilishdi. Lekin bu jahon chempionatida unga qarshi kim? Norvegiya. Endi misol uchun, o'ylamasdan Braziliya favorit, Braziliya yutadi degan jamoa emas-da. Bu misol uchun Misr emas, Avstraliya emas-da, o'sha mana shu etapga chiqib qolgan yoki misol uchun Kanada emas, hattoki Belgiya bo'lsa ham misol uchun Braziliyani favorit sifatida ko'rsangiz bo'lardi. Lekin Norvegiya, aynan hozirgi Norvegiya bu o'zidan bir bosh teparoqqa sakramoqchi bo'lgan Norvegiyada. Norvegiyada o'sha mayli o'sha Edegorga, Hollandga suyanilyapti, lekin maksimal tarzda ular ham harakat qilishayotgan, jamoaviy harakat qilishayotgan jamoa. Men misol uchun agar Braziliya Norvegiya o'yinida Norvegiya yutib keyingi bosqichga chiqadigan bo'lsa, men uchun bu sensatsiya bo'lmaydi. Chunki bunga endi Braziliyani ham xatosi bor. Nimaga deganda, Braziliya ham o'zi ham stabil, yaxshi, chiroyli o'yin ko'rsatib bera olmayapti. Va Meksika, Angliya. Bu mana shu juftlikda ham xuddi shu gapni aytgan bo'lardim. Agar misol uchun Meksika Angliyani yutib keyingi bosqichga chiqsa ham, men bunga ham yana qilmayman. Ya'ni men uchun ham bu sensatsiya bo'lmagan bo'lardi. To'g'ri, men xafa bo'laman. Vinicius uchun ham, Bellingham uchun ham, ya'ni Angliya uchun ham xafa bo'laman. Ular keyingi bosqichga chiqqani, ya'ni ham go'zalroq o'sha favoritlarning to'qnashuvi, zo'r to'qnashuv bo'lardi. Lekin bu tomondan qaraganda, lekin umuman olganda Meksika ham kechirasiz, bu krepki oreshik. Bu qattiq chaqilmas yong'oq hisoblanadi. O'sha eng jamoaviy, eng mustahkam o'ynaydigan jamoalardan bittasi bu o'sha Meksika hisoblanadi. Misol uchun yaqqol ajralib turadigan liderlari yo'q, lekin hammasi shu o'rtamiyona yaxshi sifatli o'yinchilar bo'lganligi uchun ham doim favoritlarga qarshi munosib qarshilik ko'rsata oladigan. Va Angliya ham juda ham qiynaladi deb hisoblayman, chunki Angliya bundan oldingi bosqichda ham shu Keynni mahorati bilan keyingi bosqichga chiqishdi-da. Bu Angliya uchun qattiq ogohlantirish, chaqiruv hisoblanadi. Agar Meksika keyingi bosqichga chiqadigan bo'lsa, o'sha Angliyani Tuxelda haydab olish kerak bo'ladi. Keyingi juftligimiz Portugaliya, Ispaniya. Bu endi keyinroq to'xtalamiz. США hamda Belgiya. США juda ham zo'r o'ynayapti. Pochettino yaxshi jamoa shakllantirgan. O'sha birinchi videoyimda aytib o'tgandek, Pochettino bizga kutilmagan, ya'ni yopiq nima deydi, trenirovkalarni ko'rsatmagan, yopiq surpriz jamoa sifatida olib keldi AQShni bizga. Chunki отборочныйlarda qatnashmadi. Bitta o'sha tovarskiy matchda o'ynab, kutilmaganda katta klub sifatida keldi AQSh.
O'shaning uchun ham AQSh Belgiya uchrashuvida Belgiyani imkoniyatlari biroz ko'proq bo'lsa ham, lekin AQSh ham yaxshi munosib qarshilik ko'rsatadi. O'zi umuman olganda Belgiyani bu yoqqa chiqishida men o'zi Senegalga chiqsa kerak deb o'yladim. Misol uchun shu 2-0 dan 3-2 qilib ketganda ham Belgiya. Men Senegal yutsa kerak deb hisoblagandim. Nimaga deganda, chunki Senegal bu Afrika chempioni. Senegal bu Afrikani yaxshi jamoasi, yuguradiganlar, baquvvatlar jamoasi. Mani asosiy yulduzi sifatida. O'shaning uchun menga mana shu Belgiya hamda Senegal to'qnashuvidagi Belgiyani chiqishi o'zi kutilmagan holat bo'lib qoldi. Undan keyingi bosqichlarda Argentina, Misr bu endi Misr Cabo Verde bo'la olmaydi. Bitta favorit yaqqol Argentina hamda Shveysariya, Kolumbiya. Mana mashitda Shveysariya, Kolumbiya. Garchi Shveysariya yaxshi go'zal futbol o'ynayotgan bo'lsa ham Kolumbiya kechirasizlar-yu, nafaqat Shveysariyaga, balki Argentinaga ham munosib qarshilik ko'rsata oladi deb hisoblayman. Bu misol uchun men Argentinaga ko'pchilik aytayotdi endi o'shani hayterlarda endi oson setga qilib berishdi. Cabo Verde deputanti Misrni Avstraliya yutganini qo'yib berishdi. Yo'q, gap unda emas. Bu yerda misol uchun kuchsiz demagan bo'lardim. To'g'ri, misol uchun Cabo Verde kutilmaganda o'ziga o'zi qiyinlik qildi, lekin keyingi bosqichga chiqdi. Misrda ham qiynalmaydi deb hisoblayman, lekin keyingi bosqichda Kolumbiya bu o'sha Janubiy Amerikada Braziliya, Argentina bilan at ko'rishmaydi. Jahon chempionatiga chiqqan komandada ularni juda ham yaxshi biladi. Ularni qaysi futbolchisi qanaqa holatda nima qila oladi, hammasini yaxshi biladigan komanda. O'shaning uchun Kolumbiya Argentina uchrashuvida misol uchun to'g'ri Argentinaning imkoniyatlari ko'proq, lekin men misol uchun 80 ga 20 demagan bo'lardim, 60 ga 40. Ya'ni Kolumbiyada ishonchisi arziguli nimadirlari bor-da, Argentinaga qarshi qo'lla oladigan. O'shaning uchun ham surprizlarga boy jahon chempionati bor do'stlar. Va mana Fransiya bilan endi Marakash chiqdi yarim finalga, chorak finalda birinchi juftligi. Hop, endi umuman olganda bitta final haqida biroz boshqacharoq bir fikr bildirmoqchiman. Tahlil o'daroq sifatida qabul qilasizlar buni. Jahon chempionati g'olibi kim bo'ladi degan masalada shunaqa fikr bildirmoqchimanki, mana misol uchun bitta tanishim bor. Kecha o'yinni ko'rdingmi, zo'r bo'ldi. Liga chempionov ko'rdingmi yoki palonchini o'yinini ko'rdingmi desam, total. Sotib olingan. Shunaqa negativ fikr bildiradiki, futbol ko'rgisi kelmay qoladi-da, ya'ni. Bilasizmi, endi sotib olingan narsalarni ko'rgisi kelmaydi. Xuddi shunaqa. Men uchun bu pessimistik qabul qiladi. Ko'rmay qo'ya qol, undan ko'ra futbolni deb olgim keladi. Meni hozir bildiradigan fikrim xuddi shu. Ya'ni katta ehtimol bilan kelishilgan bo'lsa kerak. Bunga sabab nimaga unaqa deyapman? Buni sababi hop, birinchi navbatda jahon chempionati bu Amerikada o'tkazilyapti. Kechirasizlar, Amerika bu shoumenlar yurti do'stlar. U yerda shou o'tkaziladi. U yerda Mstители, o'sha eng dunyoni o'sha qahramonlari, Человек-паук, Hulk turlarni shunaqa bir intriga ostida bitta filmga yig'ib bera olishdiki, butun dunyo mahliyo bo'ldi. Ular shou yaratish bo'yicha mirovoy klassda ular. UFC'ni Oq uyda o'tkazgan. Trump, men o'ylayman, что Amerika prezidenti Trump aytgan bo'lsa, katta ehtimol bilan misol uchun eng zo'r finalni o'tkazishimiz kerak. Kim bo'ladi eng zo'r final? Yondagi futbolni tushungan o'sha Cristiano bilan Messini finalda to'qnashtirsak, deb bo'ldi, o'shani uyushtiramiz. Eng zo'r final bizda bo'ladi, tarixda qoladi. Hech gap emas-da, bu ikkilovi ertaga finalda ko'rishib qolsa do'stlar. Bu shou. Bu misol uchun endi shu paytgacha kelishilgan bularni hammasi oldindan har kim yutishi demoqchi emasman. Shunchaki bu meni o'zimning taxminim, bu Amerika aynan shou uchun qo'ydi bu narsani. Amerika aynan pul uchun qo'ydi bu narsani. O'sha Maradona ham o'lishdan oldin aytgan-ku, Amerikaga jahon chempionatini berib bo'lmaydi. Nimaga deganda, ular futbolni taymini 2 ga emas 4 ga bo'lib qo'yadi. Nimaga 4 ga bo'lib qo'yadi desa, reklama uchun degan. Hozir mana ko'ryapmiz, shunaqa o'yinlar bo'lyapti. Misol uchun
water break degan narsa qo'shib qo'yishgan. Water break bo'lyapti, suv ichishga 5 minut vaqt ketyapti, lekin u 5 minut vaqtda u o'sha water break uchun o'zini normativi bor-ku. Misol uchun temperatura qanchadandir baland bo'lishi kerak, namligi qanchadir foizdan ko'proq bo'lishi kerak, lekin bu AQShga ta'sir qilmayapti, standartlarga amal qilmayapti. Hamma o'yinda bir tekis water breaklar qo'yyapti. U salqinroq o'yin bo'lsa ham qo'yyapti, issiq o'yin bo'lsa ham qo'yyapti. Misol uchun mana kechagi Paragvay va Fransiya o'yini juda ham issiq edi, o'tda qo'yishga arziydi, lekin qolgan o'yinlarda unchalik ham zarur emas edi, lekin o'tga ham qo'yyapti va hakamlar ham kutib turibdi. Qachon reklama tugaydi, qachon signal keladi, o'shanda o'yin boshlanadi. Do'stlar, bu shou, bu reklamadan daromad bu. O'tga qiziq emas, futbolchilar suv ichib, trenerlar motivatsiya berayotgan, ularga qiziq emas, ularga reklama qiziq. Mana shu tomondan qaraganda bu Amerikadan kutsak bo'ladi-da bunaqa narsa. O'shaning uchun va ba'zi bir ekspertlar aytayotdiki, Portugaliya bilan Argentinaga hali biror marta ham sariq ko'rsatilmadi. Endi to'g'ri, misol uchun Portugaliyaning yo'li og'ir, misol uchun ertaga Ispaniya, undan mabodo chiqib qolsa, yo'lida yana Fransiyaga to'qnash keladi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bu juda ham chiroyli final bo'lardi, Portugaliya hamda Argentina do'stlar. Va endi mana shu finalga chiqdi ham deydik-a. Chiqishda ham kim yutadi desang, shu ikkita variantimiz bor. Misol uchun Portugaliya va Argentina. Bitta o'sha qanaqa tahlil qilamiz desa, bitta ham o'sha 50 kilo tahlilim bor, ya'ni Argentina chempion bo'lish uchun ham faktorlar bor. Portugaliya chempion bo'lish uchun ham faktorlar bor. Mana misol uchun Portugaliya chempion bo'lish bo'yicha faktorlarni aytadigan bo'lsak, misol uchun dunyoga mashhur o'sha Simpson degan multik bor. O'zingiz sizlar ham bilasizlar bu narsani. Simpson o'sha 3-4 yilga keyingi voqealarni oldindan rejalashtirib o'sha seriallarga tiqish bo'yicha mashhur bo'lgan, o'sha Trampni prezident bo'lishi, keyin Clinton bilan, ya'ni oxirgi saylovda o'sha ayol kishi bilan prezidentlikni talashishi hamda va shunaqa hozir rasmiy chiqib ketyaptiki, Germaniya Argentina jahon chempionatiga chiqishi yoki Germaniya o'sha Argentina Fransiya jahon chempionatiga chiqishi, hammasi bu o'sha yerda ko'rsatilgan deb, mayli u misol uchun ko'rsatilmagan, keyin uyushtirilgan bo'lsa ham, lekin bilamiz qaysi voqeliklar to'g'ri kelib qoladi-da. Aynan shu multikda Cristiano Ronaldo o'sha bosh qahramonning oti g'avirmadi, shunaqa bo'ladi. O'shaning uyiga jahon chempioni kubogi bilan borishi. Bu nimagadir men buni jiddiy sabab deb bilaman, shu Portugaliya chempion bo'lishi uchun. Lekin Portugaliya chempion bo'lmasligiga qanaqa tahlil bo'lsa, o'sha bu aks tahlil, bu hammasi o'sha bu siyosiy tahlilga borib taqaladi. Nimaga deganda, hozirda misol uchun bilamiz, o'sha siyosatga bog'liqda, endi ozgina o'sha Falastin bilan hamda Isroil o'rtasidagi kelishmovchiliklar, bu hammasi o'sha tomonga bog'liqda. Ya'ni Cristiano Ronaldo aytgan, men har yil oltin to'p qolardim agar men o'sha Isroilni qo'llab-quvvatlayman deganimda, lekin men Falastinni qo'llab-quvvatlayman degan intervyusi chiqib ketganda, mana shundan keyin endi bilamiz, FIFA dunyo baribir o'sha Isroilni matbuotni boshqaruvi hisobga olgan holatda boshqariladigan auditoriya tomonidan na prinsip sifatida yana Messiga berilishi mumkin. Ya'ni o'sha qo'llab-quvvatlash ma'nosida u tomon bo'lish, hammasini hisobga olgan holatda Portugaliyani aynan Cristiano Ronaldoni chempion bo'lmasligiga katta sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman. Misol uchun endi o'z umuman olganda, shaxsan men o'zimga kelgan holatda, ya'ni umuman tahlillarni hisobga olmagan holatda Cristiano Ronaldoni jahon chempioni bo'lishini xohlagan bo'lardim. Nimaga deganda, Lionel Messi hamda Cristiano Ronaldo o'rtasidagi shu kim zo'r, u zo'r, bu zo'r degan har xilani to'qnashuvlarni deylik, dahanaki janglarni deylik, qisman bartaraf etgan bo'lardi va ikkalovi ham futbol uchun bergan misol uchun umrini futbol ham chiroyli ularga javob tariqasida bergan bo'lardi. Ular o'rtasidagi shu misol uchun eng zo'ri kim desa Messi, chunki jahon chempioni bo'lgan degan emas. Bu ikkalovi eng kuchli bo'lgan, chunki ikkalovi ham jahon chempioni bo'lgan deb e'tirof etilsa, bu yana ham chiroyliroq bo'lardi.
yana ham futbolni muxlislariga bergan bir go'zal tuhfasi bo'lardi. Chunki dunyo ikkiga bo'lingan, Messi muxlislari, Ronaldo muxlislari, Barsa Real muxlislariga o'xshagan narsa. O'shaning uchun ham Ronaldo ham jahon chempioni bo'lishga haqli, loyiq va men lekin shaxsan o'zim shuni xohlagan bo'lardim. Lekin bu yerda har xil sabablar bor do'stlar va shu o'rinda O'zbekiston terma jamoasining ham ishtiroki haqida ozgina to'xtalib o'tamiz. Men o'sha birinchi videomda aytgandim, bu yerda gap O'zbekiston terma jamoasining guruhdagi holati bo'yicha uni yutish uchun ketmayapti, guruhdan chiqish uchun ketmayapti. Bu yerda ochiq bozorga ketilyapti. Ya'ni o'tdagi bor imkoniyatlarimizni, futbolchilarni shunday futbolchilarimiz bor deb reklama qilish va dunyoga ko'rsatish. Maqsad shu bilan ketish kerak edi degandim va xuddi shunday bo'ldi. Hozirda mana o'sha endi biz ham shu palonchi pismadonchi dedi degan gaplarni aytamiz-da endi. O'sha UEFAning bitta xodimi chiqib ko'plab futbolchilarimizga juda ko'plab takliflar bor degan gapni aytibdi. Ya'ni bittasi o'sha ijtimoiy tarmoqda men o'zim ham ko'rsam, har safar shu Behruz Karimov yoki West Ham yoki Wolverhampton yoki Lens futbolkasida ko'raman-da. Ya'ni bu xursand qiladigan narsa. O'zi jahon chempionatiga borishimizda sabab ham shu edi. Yoshlarni Abduqodir Husanovlarni ko'paytirishimiz kerak edi-da. O'shaning uchun qisman missiya bajarildi do'stlar. Behruz Karimov va yana misol uchun kamida yana ikkitasi ketsa, biz o'sha jahon chempionatidan unumli foydalangan davlat sifatida esda qolsak bo'ladi-da. Ya'ni biz jahon chempionatidan o'z ultimatumimizni bajardik. Ya'ni oldimizda turgan vazifani bajardik. Yoshlarimizni eksport qildik hamda skautlarni O'rta Osiyoga qarata oldik. Hozircha bizda shu do'stlar, xullas do'stlar, o'tkazib yubormang. Bu festival bor yo'g'i bir oygina bo'ladigan jahon darajasidagi futbol festivali. O'tkazib yubormang, ko'ring va bizlar bilan qoling. Bizni kuzatishda davom eting. Kommentariyada fikrlaringizni bildiring. Qo'ng'iroqchalarni bosing, podpiskalarni bosing. Bizni qo'llab-quvvatlang. Garchi sizni birgina shu podpiskangiz yoki laykingiz bizga motivatsiya beradi. Biz yana ham kuchli bo'lib videolarni sizga taqdim etishda davomiy bo'lamiz. Sizga rahmat. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Sizlar bilan Dilshod Salihov.